yili 2024-yil 5-sentyabrda urug'ini tashlatganmiz ko'chatxonaga. 8-oktyabrda kokosga ekkanmiz, o'rnatganmiz. Xo'p, keyin birinchi terimimiz 10-yanvarda bo'lgan edi. Hozir 14 ta kes bilan chiqonga qildik. Endi yaxshi tomonlari, umuman qulayliklari haqida gapirsam, rangi zo'r, juda ham. Menga to'g'risi qishki sezonda ham yoqdi, qattiqligi. Keyin yaxshi tomonlardan bittasi tomiri juda ham yaxshi. To'g'risi biz bu yoqda ozgina qishki sezonda fevral, yanvar oylarida ozgina xizoriz bilan kurashishga majbur bo'ldik. Xizoriz taraflariga ham mustahkamligi yaxshi. Keyin tomatni mozaika umuman virusli xastalik umuman bo'lmadi, Xudoga shukr. Keyin hozir lekin ozgina kamchilik tarafi balki qora bo'lganiga o'zi ma'lum edi, Abjallak o'zingizga ham ma'lum. Nima? Balki qora bo'lganiga hozirgi issiq mavsumga kelgani uchun ozgina generatsiyaga o'tib ketib qolyapti. Shunga agar alohida bo'lsa, Tbilisining o'zi faqat shundan bo'lsa, qanaqadir loysepni qora salqin qilib asini qora to'ri ko'proq tortib, o'ziga alohida vegetativni oziqa qilib ishlab ko'rish kerak. Xudo xolasa buni ko'ramiz. Qarang, yana bitta sizga savol. Hozir Nabodoga buni avgust oyiga ekib ko'rish nima deysiz? Avgust oyidan olib ketishga. Biz Qishi bilan olib ketishga. Biz o'tgan yil avgustda ekkan edik. 10-avgustda ekkan edik G'ijduvon. Keyin u Tbilisi ozgina graduslari bo'lmasdan qishda ozgina stress berib qo'ygan edik, lekin kuz qish oyiga zo'r bo'ladi. Faqatgina siz aytmoqsiz, bu yog'iga misol uchun mart oxiri, mart aprel oyida kun isib ketadi. O'sha payt yo salqin qilish kerak yoki o'sha sovutish taraddudini ko'rish kerak. Issiqqa sal chidamsizroq. Endi qarang, nima issiqqa ham o'zi mana dafnis ekardik, bilardingiz, balki qora bo'lgani uchun dafnis ham odatda aprel 10iga kelib generatsiyasi oshib ketaverardi-da. Tushunarli. Sal barqaror ko'proq fotosintez qiladi. Shunaqa vaqtda qanaqadir loysep deb qora tortib, keyin sal oziqadan ozgina vegetativni qilsa, menimcha bo'ladi. Endi yana bitta narsa, sizni xaridorlaringizga buni ko'rinishi, rangi ma'qul bo'ldi. Lekin klient juda ham zo'r bo'ladi. Klientda juda ham zo'r. Xaridor bemalol oladi. Yo'q, aka birdan yopishadi. O'zlari alohida pakazga shundan beradi. Hozirdan 4 ta joyda ketyapti-ku, Tajikistonda bor, Tinchlikda bor, G'ijduvonda bor, keyin Kogonda bor, 4 ta joyda hammasi pakaz asosan shundan bo'ladi. Endi hozir kelasi yilga o'zingiz kattara miqdorda ekib ko'rmoqchisiz bir ikkita joyga. Ha, aka, egalar rozi bo'ldi, 10 ming ta ekamiz, xudo G'ijduvonga. G'ijduvonda. Navoiyda. Anaqa ham ekib ko'rish mumkin, nariga katta 2 hektarli ham. Xudo xolasa. Endi egalari bilan tugashi bilan o'sha. O'zingiz misol uchun, o'zingizni teplisingiz bo'lsa, lekin ekishingiz mumkin. Men agar alohida nima deydi, bitta klapan qilibmi yo bitta alohida boshqarish iloji bo'lsa, bir ekish tarafdoriman. Bo'ldi. Boshqa navga aralashtirmasdan alohida o'ziga ishlov berish. Keyin yana bitta narsa, bunda bizga berilgan ma'lumotlarga qaraganda Toberevga chidamliligi yuqorida berilgan. Sizda hech qayerda unaqa muammo kuzatilmadi. Bizda hozir bor, agar ko'rsangiz ko'rasiz, Navoiyda, Tinchlikda, Qo'rg'onda nima bor? Rozoviyimiz bor, Toberev bo'ldi-da. Yonida ikkita navlarimizga o'tgan. Bunga o'tmadi. Bo'ldi. Endi oxirgi savolim, mana shu gidroponika issiqxonachilik Nabodo kuz mavsumiga endi Toberevga chidamli sortlar qidirishyapti ko'pchilik. Bemalol buni maslahat bera olasiz. Men aka qo'rqmasdan 100%. 100% bo'ldi. Jasur aka, rahmat ma'lumotlaringiz uchun.